O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan press tur doirasida jurnalistlar mamlakatimizning yirik sanoat korxonalaridan biri O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Dastlab O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi boshqaruv raisi Odiljon Tojiyev hamda O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahodir Abdullayev ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinib, yakunda o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Hozirda biz maslaga ko'rsatib o'tib ketaman. Katta vaziyatlar markazi quryapmiz. Mana shu 1 oy ichida ishga tushadi. O'sha vaziyatlar markazida turib kombinatni to'liq boshqariladi. Hatto kombinatga kirib kelayotgan metallurgik siriyoni ham hatto navbatdan o'tishi ham elektron tizimlashtirilgan. Press tur davomida kombinatning bugungi va ertangi kuni haqida turli avlod vakillari fikrlari ham tinglandi. Qariyb yarim asr umrini metallurgiya sohasiga bag'ishlagan, bugun 95 yoshni qarshilagan faxriy metallurg Hamid Andayev o'zining mehnat faoliyati va kasbga sadoqati haqida so'zlab berdi. Prezidentimiz tomonidan BYD avtomobili bilan taqdirlangani esa yurtimizda fidoi mehnat egalariga ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborning yana bir ifodasi bo'ldi. Shuningdek, quyuq prokatlash majmuasi mutaxassisi Dilnoza Pirimqulova bilan ham suhbat tashkil etildi. Kechagi kunda men faqat Zulfiyani olmadim. Bu muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarga bir xabar bo'ldi, motivatsiya bo'ldi, kuch bo'ldi. Shu qiz erisha oldimi, orzular orzuligicha qolmaydi. Muhtaram prezidentimiz bu bilan nima demoqchi bo'ldi? Faqatgina bitta qizi orzusini amalga oshirib, bu mavzu shu joyda yopilib ketmaydi. Bu endi boshlandi. Yoshlarimizga katta motivatsiya, har biringlarni e'tiborimdan qoldirmayman. Har biringlar e'tiborimdasizlar. Orqanglarda men turibman degan kuch berdi muhtaram prezidentimiz. Ekskursiyadan so'ng O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Bahodir Abdullayev ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda korxonaning bugungi natijalari, amalga oshirilayotgan yirik loyihalar va istiqboldagi rejalari haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga mos javoblar qaytarildi.